kuni kecha mudhish voqea ro'y bergan. Kesasan bu joy bo'lmasin. Ikki do'st o'yindan o't chiqib, bir-birini otib qo'ygan va biri voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi 45% jon bilan darga qochgan. Aka svoy o'ldiryapti, tushunyapsizmi? O'zimiznikini otyapti, meni otyapti, tushunyapsiz? Mana shunaqalar qo'shmalar, botlarni, Xafa bor. Siz qurol aytishlaricha, mana shu devorning ortida kechasi har xil ovozlar eshitilar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu nimaning ovozi bo'lishi mumkin? Aka ishlayapmiz mana bu yoqqa. Bir haftaga topshirdik ekan, kechasi ham ishlayapmiz. Bo'lmasam shovqinsiz ishlanglar. Ko'rib turgan xonadoningizda dabdabali to'y bo'lgan. Ommaviy yog'ni. Kuyovning aytishicha qiz chiqmagan. Ochinglar deb taqillatishgan. Shunda ham qiz darvozadan chiqmagan. Menimcha kuyov qizga yoqmagan. Aka, gazak haqida fikringiz qanday? Zo'r, qo'shib turing o'ynayapmiz-da. Siz nafaqat o'ynayapsiz, balki har bitta olingan gazak semishka mahsulotlardan 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi. Siz ham savob chiqyapsiz. Gol bo'ladi hozir sizda deb. Aqllikni ko'ryapsizmi? Bunday aqllikni oxirgi marta men bugun ko'rgan bo'lsam kerak. Nimagaligini siz gazak bor joyda har doim aqllik bor. Nima qilyapsan? Maniki dutor. Maniki tor emasmi? Maniki dutor. Jarangdor ovozi simchalari bor. Maniki tor emasmi? Mana shunday qo'shiqlar eshitib, miyamizni tor qilib qo'ymayapmizmi? Yoki dutormi? Menimcha bularga точно gitara. Gitarachilar.